Haqqingiz yo'q, bilasizmi shuni? Yomanda. Kamera ham qo'shib. Ichki ishlar organlari oddiy fuqaroga nisbatan kuch ishlatishi mumkinmi? Mumkin, hurmatli fuqaro. Agar o'sha fuqaro huquqbuzarlik sodir qilgan bo'lsa, kuch ishlatishi ham mumkin. Kerak bo'lsa, u qator qurollardan ham foydalanishi mumkin bo'ladi. Bu holat O'zbekiston Respublikasining 407-sonli ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun bilan tartibga solingan bo'lib, ichki ishlar organlari xodimlari agar siz huquqbuzarlik sodir qilgan bo'lsangiz, o'sha huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida sizga nisbatan kuch ishlatishi mumkin. Va ichki ishlar organi xodimlarini siz qonuniy talabiga bo'ysunmay harakat qiladigan bo'lsa, sizga nisbatan qonunda belgilangan tartibda kuch ishlatishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, huquqbuzarni ichki ishlar organi binosiga olib ketish chog'ida ushlab turish holatlari ham mavjud. Agar o'sha holatda ham agar siz bo'ysunmaydigan bo'lsangiz, sizga nisbatan qonunda belgilangan tartibda kuch ishlatishi mumkin bo'ladi. Hurmatli fuqaro, unutmang, ichki ishlar organi xodimlari agar siz huquqbuzarlik sodir qilmagan bo'lsangiz, sizga hech qanaqasiga kuch ishlatishga haqli emas. Qachonki u haqli bo'ladi, siz qonunni buzgan bo'lsangiz. Hurmatli fuqaro, o'z huquqlaringizni bilib boring, videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni va obuna bo'lishni unutmang.